Uyimizni devorlari oqlanib, uyimizga mehmon to'ldi akajon. Yo'qlamagan odam yo'qlab kelyapti. Bizda ham pul borda endi akajon. Sabr qildik, bizga omad kulyapti. Onam tinmay bizni duo qilyapti. Do'stlarimni soni ortib boryapti, bizda ham pul borda endi. Akajon, kambag'al deb g'iybat qilganlar qani? Nahot shunday o'zgarsa bu zamon. Bugun qarang, meni tinmay maqtashar. O'zim pul topib shuni tushunib yetdimki, otamga inson bo'lmagan ekan. Men aslida she'rni chiroyli o'qiy olmayman, lekin bu she'rni o'qilish emas, o'zi chiroyli. Oyoqlari og'rinib qolsa netaman. Baxtimni ko'rib qilsalar duo, Makkaga boshimni olib ketaman. Dadamga dard berib qo'ymagan Xudo. Hali bolam zo'r bo'lib keladi deb hammaga aytardim. O'zingga ham aytganman. Qara, qanday chiroyli mashinalar. Buyursin o'g'lim, eng baxtli onaman bo'lsam kerak bolam. Bunaqa mashinalarda yurgan. Hech g'aflatdan chiqmadi bu bosh. Bilmadim, yoshimga og'ir keldimi mendagi bu yosh. Yeganam oshmaydi yoki bir tosh. Borimni bersam ham yetmadi deysiz. Faqat ayb izlab jonimni yeysiz. Do'stlarga qo'shilish yo'q. Ular ham xafa. Uyga esa kirgim yo'q istamasdan. Kimga bo'lsa ham borimni bersam, rahmatning o'rniga eshitdim tani. Borimni bersam ham yetmadi deysiz. Faqat ayb izlab jonimni yeysiz. Takdir kıldı üstümden ona, yordan dosttan pat yedim yana. Kuşavatlar şunchaki tilda, hamma narsa emas ko'pulda. Неважно понедельник или суббота, неважно какой день, ведь завтра снова на работу. Конечно, верить в чудо хорошо, но реальный результат мы получаем только пот. Зовут по клубам и тусовкам, какие мне тусовки, третий год в одних кроссовках. Вряд ли примет там массовку. Har tarafdan. Shu paytda erkak kishini ozgina bo'lsa ham, "Ey, maqsading nima san o'zi? Nimaga qiziqyapsan?" deydigan odam bo'lmagan deyman-da. Chunki odam yo'li ko'p. Onam tushunmaydi bu narsani. Odam bo'lganlarni ham so'ksalar ham baribir qanaqadir so'kishdi-yu. Aynan o'sha boyagidagi pragmatikda qiyin bo'lgan qanaqadir maslahatga yo'l odam topib, mana shu Instagramdan qarab turgan bir kun emas, bir kun nimadir chiqazaman. Faqat hech kim tegmasin menga, hech kim gapirmasin. Shu gap o'zi og'irlik qilib ketyapti. Tepsin undan ko'rasi orqamga ursin.